Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda 6000 ga yaqin migrant Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Rossiya Davlat Dumasi Putinga o'zi xohlagan mamlakatga hujum qilishga ruxsat berdi. AQSh Eronga bosimni kuchaytirish uchun Yaqin Sharqqa 10 ga yaqin qo'shimcha askar va bir nechta harbiy kemalarni yubormoqda. Agar men prezident bo'lmaganimda dunyo ikkiga bo'linib, parchalanib ketgan bo'lardi, Tramp. Pezeshkian aslida Eron emas, AQSh terrorchi ekanligini aytdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Pezeshkian aslida Eron emas, AQSh terrorchi ekanligini aytdi. Ular bizni terrorchilar deb atashadi, lekin aslida o'zlari haqiqiy terrorchilardir. Ular istagan vaqtda, istagan joyda kimni xohlasalar qirg'in qiladilar va keyin inson huquqlari haqida gapiradilar. Ularga la'nat bo'lsin, dedi Eron prezidenti. Tramp Hormuz bo'g'ozini butun dunyo uchun ochishga urinayotganini yozdi. Xitoy Hormuz bo'g'ozini doimiy ravishda ochib qo'yayotganimdan juda mamnun. Men buni ular uchun ham, butun dunyo uchun ham qilyapman. Ular Eronga qurol yubormaslikka rozi bo'lishdi. Prezident Si u yerga borganimda meni qattiq bag'riga bosadi. Biz birgalikda oqilona va juda yaxshi ishlayapmiz. Bu urinishdan ko'ra yaxshiroq emasmi? Lekin unutmang, agar majbur bo'lsak, biz jang qilishni juda yaxshi bilamiz. Boshqalardan ko'ra ancha yaxshiroq, dedi AQSh yetakchisi. 6000 ga yaqin migrant Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Rossiyada joriy yilning mart oyida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish doirasida o'tkazilgan reydlar natijasida 6000 ga yaqin chet el fuqarosini mamlakatdan chiqarib yuborish haqida qaror qabul qilindi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volk o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida Rossiya tergovchilari tomonidan 1000 ga yaqin jinoiy ish qo'zg'atilgan. Reydlar davomida qidiruvda bo'lgan 138 nafar shaxs aniqlangan. Yana 7,7 ming nafar chet el fuqarosiga nisbatan Rossiyaga kirishni taqiqlash bo'yicha qaror qabul qilingan. Shuningdek, 48 mingta ma'muriy huquqbuzarlik holati aniqlangan. 26 ming nafardan ortiq migrant javobgarlikka tortilgan bo'lib, ularning 24 ming nafari majburiy daktiloskopiya va suratga tushish jarayonlaridan o'tkazilgan. Irina Volkning qo'shimcha qilishicha, mart oyidagi reydlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilib, unda Ichki ishlar vazirligi, Federal xavfsizlik xizmati va Rosgvardiya vakillari ishtirok etgan. Bu gal asosiy e'tibor transport infratuzilmasi obyektlarini tekshirishga qaratilgan. Shuningdek, reydlar bozorlar, omborxonalar, sanoat zonalari va chet elliklar yashaydigan joylarni ham qamrab olgan. Jami 130 mingtadan ortiq obyekt tekshirilgan. Tadbirlarga 60 mingga yaqin politsiyachi jalb etilgan bo'lib, samaradorlikni oshirish uchun uchuvchisiz uchish apparatlari va boshqa zamonaviy texnik vositalardan foydalanilgan. Qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Rossiyadan 72 ming nafar chet el fuqarosi chiqarib yuborilgan. AQSh Eronga bosimni kuchaytirish uchun Yaqin Sharqqa 10 ga yaqin qo'shimcha askar va bir nechta harbiy kemalarni yubormoqda. Ushbu kuchlar tarkibiga aviatsiyachi tashuvchi kemalar va dengiz piyodalari bo'linmalari kiradi. Ular mintaqadagi mavjud 50 ming nafar amerikalik harbiy xizmatchilar safiga qo'shiladi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, harbiy salohiyatning kengayishi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangan taqdirda AQShga kengroq imkoniyatlar, jumladan ehtimoliy zarbalar yoki hatto quruqlikdagi operatsiyalarni o'tkazish imkonini beradi. Rossiya Davlat Dumasi Putinga o'zi xohlagan mamlakatga hujum qilishga ruxsat berdi. Rossiya Davlat Dumasi prezidentga rossiyaliklarga tazyiq o'tkazilayotgan mamlakatlarga qo'shin kiritish vakolatini beruvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgan. Mazkur qonun loyihasi Rossiya fuqarolarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, Rossiya tashkilotlarini xorijiy noqonuniy tajovuzlardan himoya qilishga, shuningdek, tashqi yo'nalishda davom etayotgan ashaddiy rusofobiya kampaniyasiga qarshi kurashishga yordam beradi, degan Davlat Dumasining Mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapalov. Urushda qancha amerikalik askar yaralangani aytildi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi davomida 399 nafar AQSh harbiy xizmatchisi jarohat oldi. Bu haqda AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi vakili ma'lum qildi. Yaradorlardan 3 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. 354 nafar askar esa allaqachon xizmatga qaytgan. Bir hafta oldin yaradorlar soni 370 nafardan ortiq ekani xabar qilingan. O'sha vaqtga kelib 330 kishi xizmatga qaytgan, 5 nafari esa og'ir yaradorlar ro'yxatida
holatida edi. Jabrlanganlarning aksariyati quruqlikdagi qo'shinlar jangchilaridir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni 13 kishini tashkil qilgan. Si Jinpin Lavrov bilan uchrashuvda Rossiya bilan do'stlik aloqalarini tasdiqladi. Xitoy raisi Si Jinpin chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Xitoy yetakchisi ikki mamlakat bir-birini qo'llab-quvvatlash va strategik hamkorlikni chuqurlashtirish zarurligini ta'kidladi. Si Jinpinning so'zlariga ko'ra, Pekin va Moskva global janub davlatlari birdamligini himoya qilishi va ko'p qutbli dunyo tamoyillarini ilgari surishi lozim. Uchrashuvda Xitoy va Rossiya munosabatlaridagi barqarorlik yuqori baholandi. Joriy yilda Si Jinpin va Vladimir Putin o'rtasida ikki tomonlama sheriklikni yanada mustahkamlashga qaratilgan sammit o'tkazilishi kutilmoqda. Agar men prezident bo'lmaganimda dunyo ikkiga bo'linib, parchalanib ketgan bo'lardi. Tramp. Amerika prezidenti Eron bilan kelishuv bo'yicha muzokaralarning qayta boshlanishiga izoh berar ekan, keyingi 2 kun ajoyib bo'lishini aytdi. U shuningdek Eron bilan 2 haftalik sulhni uzaytirishni ko'rib chiqmayotganini, chunki bu zarur bo'lmasligi mumkinligini ta'kidladi. Rossiyaning bu urushda Ukrainani mag'lub etish imkoniyati yo'q. Germaniya kansleri Merz bugun Ukraina va Germaniya mudofaa sohasida hamkorlik shartnomasini imzoladi. Erdo'g'on Isroilga harbiy harakatlar bilan tahdid qilmoqda. Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, Isroil o't ochishni to'xtatish rejimiga qaramay aholi yashaydigan hududlarga zarbalar berish orqali 1,2 million livanlikni uylarini tashlab chiqishga majbur qilgan. Biz Isroilning Falastinga nisbatan ham shunday harakatlarni qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qudratli bo'lishimiz shart. Qorabog'ga qanday kirgan bo'lsak, Liviyaga qanday kirgan bo'lsak, ularga nisbatan ham xuddi shunday qilamiz, deya Erdo'g'onning so'zlarini keltirmoqda The Jerusalem Post nashri. Biz Yevroittifoq va NATOga to'laqonli a'zo bo'lishni istaymiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning boshqa bayonotlari: aprel oyi oxiriga qadar Drujba neft quvuri ta'mirlanadi va o'z ishini qayta tiklaydi. Harbiy safarbarlik yoshiga yetmagan ukrainalik yoshlar xorijda bo'lish huquqiga ega. Ukrainani himoya qilish mas'uliyatini kuch-quvvatga ega, konstitutsiyaviy burchi bor va safarbarlik yoshidagi har bir ukrainalik o'z zimmasiga olishi shart. Mamlakatdan noqonuniy chiqib ketgan safarbarlik yoshidagi erkaklar bizning maxsus xizmatlarimiz va ular bo'lib turgan davlatlar hukumatlarining diqqat markazida bo'lishi kerak. Bizning qurolli kuchlarimiz rotatsiya uchun ularning qaytishidan umid qilmoqda. Jangchilarimiz temirdan emas.